Aleyküm obunachilar, like'ları basıp durunglar axı jonlantirib. Yana yangi qozonimda yana boshqacha ovqat hozir sizlarga ko'rsataman. Yana sizlarga boshqa aytadigan ma'lumotlarim ham bor. Kimning uyida tovuq bo'lsa, yana yog' soldik. Uylaringizda tovuq bo'lsa, nemedlenni dor okulini uringlar. O'tgan yilgidek qiynalmanglar. Bozorda Zeynepjonda bor. Men akşam alıp urdim. Kimin tovuqi bo'lsa, tez harakat etinglar o'rtoqlar. Tez harakat etib okulları urib alinglar. Qimmatmas, o'zi 15 ming so'm turadi. Alinglar dag'in tez okul urib alinglar o'rtoqlar. Yana qozonimda yangicha yana bir ovqat pishiraman, ko'rasizlar. Yana kolbasalarni mayda doğradim. Yana Şuna aytayın dedim sizlere. Nima etib? Kolbasani doğradık. Kolbasa bitta qizaradi. Qizargandan keyin birdan makroni yuvib, zatib qo'yibmiz. Makron solamiz ichine. Shu tovuqlaringizga okulu bari urmasanızlar bo'lmaydi. O'tgan yil necha odamlarning tovuqi o'lib ketdi. Shuning uchun tezlashtiringlar. Pitnak bozorida, tovuq bozori o'tadigan yerda Zeynepxon degan qiz o'tiradi eri bilan. Shular satadi. Akşam men olib kelib tovuqlarima urdim. Mansur akam ham urdik. Ikki bo'lib ikkimiz ham tovuqlarimizga urdik. Vaksinalari urib alinglar, iltimos sizlardan. O'tgan yil qiynaldingizlar, hammang tovuqlaring o'lib qoldi. Shuning uchun harakatini batinglar tezlashtirib, okulu kelibdi. Barib alinglar. Hozir bir yangi yana kichkina qozonchamda yana xudo xolasa sizlarga boshqacha ovqat pishiramiz. Yana kolbasani qovurdik. Ko'rdingizlarmi? O'tirgan yerda o'tiribman, ayvonda o'tiribman. Yana ayvonda o'tiribman. Yo'lam qarab turibman eshikning og'zida yana. O'tiribmiz shu yerda. Hozir sizlarga yangicha ovqat pishirib ko'rsataman. Kolbasa bitta qizarsin. Qizargandan keyin bunga bitta qaynatilib qo'ygan makronimiz bor. Shuni solamiz hozir. Mana salamiz o'rtoqlarga. Mana kolbasa makroni soldik. Mana bulavarak yog'ini yaxshilab yog'ini bulaymiz. Mana bulab qag'allarni ham solamiz. Mana mant qozoning vaji, mana mant pishgan shunday. Ko'rdingizlarmi? Mana soldik. Mana bulaymiz yaxshilab. Mana o'tirgan yerda bajaraverasizlar. Qishda gaz chiqqan vaqtlarida etasizlar. Endi buni ustuna bir dona tuxum chaqamiz o'rtoqlar. Tuxumni chaqamiz. Hozirlar tuxum chaqamiz. Mana pishib hozircha. Bunga tuxum chaqamiz o'rtoqlar ustuna. Yaxshilab bitta qizarsin. Keyin bir dona tuxum chaqamiz ustuna. Tuxumni chaqamiz o'rtoqlar. Tuxum yuvilgan, e'tiborlaringiz uchun xaridinga yuvib solib qo'yaman. Shuni ham aytayim. Keyin buni chayamiz yaxshilab. Chaydik. Chayib yaxshilab chayib. Yana makronam yaxshilab bulaymiz. Yo'q, hamma deyishi kerak. Mana yosh bolalarga yoqadigan ovqat ham vitaminli, ham qonni do'yadi o'rtoqlar. Shunday ovqat pishirsangizlar yana. Ko'rdingizlarmi? Endi buni qopqoqini qo'yib qo'yamiz. Endi qopqoq qo'yamiz. 5 minutdan keyin bu ovqatimiz tayyor bo'ladi. Bludalara solib olamiz. O'rtoqlar. Hozir 5 minut turadi. 5 minutdan keyin bludaga solib olamiz. Shundasa yumurta yaxshi pishishi kerak. Duz solmadik-ku demanglar. Suvuna duz solib qaynatib qo'ydik makroni.
E'tiborlarınız üçün rəhmət. Like'ları canlandırıb basınlar. Tavuklara, dəri okulları urunglar. E'tiborlarınız üçün rəhmət. Sağ bolğaysılar, aman bolğaysılar. Həcgə barlar, kətdə xəcə bar. Umrağa barğanlar, kətdə xəcə barsın. Barmağanlar umrağa barsın. Həmməniz Xudayım sağ salamat yürgəysizlər. Abunaçılar, abunanı canlandırınlar, like'ları canlırak basınlar. Endi makaronumuz pişti, qaranglar, chiroyli bo'lib. Yani içinde tuxum ham xo'shroy bo'lib turibdi yana. Ko'rdingizlarmi? Yana oppoq tuxum bo'lib turibdi. Ballara dim yakadi bu. Kalbasasi ham bor yana içinde. Kalbasalari bilan yana bludaga o'chiramizdan bludaga salamiz. O'tirgan yerda ishlaysan buni, yana qiyin emas. Endi to'g'ri bludaga saldik. Yana endi Bilal beka beramiz buni yeydi, yoqimli ishtahada. Gördünüzlərmi? Həmmə balağam, kəttələr ham yoqadi bu yana. Tuxumlara qarang, oppoq xo'shroy bo'lib turibdi yana. E'tiborlarınız üçün rəhmət. Sağ bo'lğaysizlar, yoqimli ishtaha. Hammangizni shunday qozon alishi, ishinin qozon olib, ishindətib ballarınıza pişirib berishini tavsiya qilaman.